Bagajda sudrab dunyo kezamanman deb turgan paytim xayolimda bir chekkasida mana shu syunyorcha paydo bo'lib qoldi. Zo'ridan keldi, to'xtab turinglar bir minut. 94 yosh kampircha o'zini qo'lchalari bilan mana shu qiziga uzun jenferda to'qib beribdi. Faqat sen qizimga aytib qo'ymagin deb qoldi. Nima bola davlat sirini aytmoqchiman menga deb tursam, kampirchani qizi o'zini qiziga ham yonidagi uzun jenferchani to'qib boshlabdi. Xayolida ayam menga to'qib berdi, men ham qizimga to'qib bera olmaymanmi nima degandirda. Qizini to'qigani nimagadir tepaga ko'tarilib qoldi-da materiallar. Mani qo'limdan kelmaydi deb charchab uxlab qolgan ekan. Kampircha qizini uxlashini kutib olibdi-da, noto'g'ri ketgan joyini sotib, ertalabgacha uxlamasdan hammasini chiroyli qilib to'qib joyiga qo'yib qo'ydim deydi. Qizi ertalab turib qarasa, voy o'ziga kelib qoldi deb ayasining yoniga borib maqtanib keldi. Siz aytmadingizmi keyin men qilib berdim buni deb desam, aslo bunaqa qilish mumkin emas. Men o'sha payti seni qo'lingdan kelmaydi, sen qila olmayapsan deb aytganimda, uni shu ishdan ko'ngli qolardi deb aytibdi. Iltimos, faqat qizimga bu narsani aytib qo'ymagin. Haligacha bilmaydi u deb qoldi. Bu kampirchani o'rniga o'zimni solishtirib ko'rdim. Men bo'lsam 100 marta yuziga solib, qo'ling to'g'ri joydan o'smaganmi nima bo'lo deb urishib o'rgatgan bo'lardim shekilli. Tarbiyani qaranglar. 100 marta aytaman sizlarga, bu oiladan prosta primer olish kerak. Voy, mana echkichani qaranglar. Odamni uyiga qarab xarakterini bilsa bo'ladi. Mana shu ko'pali o'rdakchalarni qaranglar, mazza ayasi dadasi yonida, o'zlari esa mazza qilib o'ynab kulib yurishibdi. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska, yoqmagan bo'lsa biz kommentariy o'tib ketaveringlar, xafa bo'lmang.